Dada kecha men seni qizini nima qildim? Nima qilding? Nima qiladi-ku? Nima ana? Onang nima qilding? Oxay o'g'il bacha bilan qiz bacha nima qiladi-ku? Ana Aylantirdingmi? ha, aylandim. Onangga qo'rqib ketib, mana nima qilding deb. O'rayapman-da shunga mashinangiz nimasini bersangiz bir nima qilib aylanib kelsa. Nimasinimi? Ha, berasizmi? Ma, mashin nimasi? Aylanib ber. Buni nima uramanmi? Siqsa ur. Tushunmadingiz, mashina ana so'qsa yonadi-ku, ana nima? Kalitimi? Ha, bering. Mana. Piravang yo'q sani. Ha, bering hay, bir nima qilib keling. Pirava ol keyin. Kecha dadam bilan gurung qilamiz, nima qilyapsan debdim. Nima endi dada yo'qman, nima bo'lyapti? Nima deyapsiz Zokir aka? Mashin bermadilar dadam kerak. Sabab? Pravam yo'q. O'zimiz Qorako'lda ham real avtomaktab bor-ku, suzish havzasining to'g'risida. Ayol instruktorlar ham bor. Pravosan bilam shu. Bo'ladi. Hamma kategoriyasi bormi? Bor. Bo'ldi, tamom, men etti o'qib olaman, non pravani keyin nima qilaman? Qaym, davay nimalashamiz. Dada, mana nimani olib keldim. Endi bering, mashin nima qilaylik? Piravani olgan bo'lsangiz bacham, endi mashinani ham oling. Keyin aylantiring, qaymi qizchayni. Davay. Sirg'al ana bunday aylanib sirg'al. G'irt nima odam ekaningiz? Hozir aytdim, ber aka.